pensionerlar zudlik bilan pensiya tayinlanganligi va pensiya miqdori to'g'risidagi rasmiy ma'lumotnomani olib qo'ying. Men bu gapni bekorga aytmayapman. Bu hujjat bugun ko'pchilik o'ylaganidan ham muhimroq bo'lib qoldi. Chunki u nafaqat pensiya olayotganingizni, balki qancha pensiya olishingizni, qaysi turdagi pensiya tayinlanganini va sizga qanday imtiyozlar tegishli bo'lishi mumkinligini tasdiqlaydi. Bu ma'lumot har bir pensionerga, ayniqsa subsidiya, davolanish, kommunal imtiyoz, bank masalasi, meros, nogironlik, qayta hisoblash yoki ijtimoiy yordam bo'yicha murojaat qiladigan fuqarolarga bevosita taalluqli. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling. Videoga like bosing. Chunki men sizga oddiy tilda, ortiqcha murakkab gaplarsiz. Qaysi hujjat kerak? Uni qayerdan olish kerak? Qanday xatolardan ehtiyot bo'lish kerak va nima uchun bu ishni kechiktirmaslik zarurligini birma-bir tushuntirib beraman. Avvallari ko'p pensionerlar pensiya kartasiga pul tushsa bo'ldi, boshqa hujjat kerak emas deb o'ylardi. Ba'zi joylarda eski pensiya guvohnomasi yoki bank kartasi ko'rsatilsa, masala hal bo'lib ketardi. Masalan, odam kommunal idoraga boradi, pensiya olishini aytadi, ba'zan guvohnomani ko'rsatadi. Xodim ishonadi yoki mahalladan tasdiq so'raydi. Shifoxonada ham, sanatoriy yo'llanmasida ham, yordam puli masalasida ham ko'p ishlar og'zaki izohaki eski hujjatlar bilan yurardi. Hozir esa vaziyat o'zgargan. Davlat xizmatlari, banklar, mahalla, ijtimoiy himoya idoralari, tibbiyot muassasalari va boshqa tashkilotlar ko'p holatda ma'lumotni rasmiy bazadan tekshiradi. Agar bazada ma'lumot to'g'ri chiqmasa, agar familiya, ism, tug'ilgan sana, pasport ma'lumoti, pensiya turi yoki pensiya miqdorida tafovut bo'lsa, odamning ishi to'xtab qoladi. Eng yomoni, pensioner o'z huquqini isbotlash uchun yana bir necha joyga qatnashga majbur bo'ladi. Shuning uchun men har bir pensionerga birinchi navbatda pensiya tayinlanganligi va pensiya miqdori to'g'risidagi rasmiy ma'lumotnomani olib, undagi ma'lumotlarni tekshirib qo'yishni maslahat beraman. Bu hujjat oddiy qog'ozda ko'rinishi mumkin, lekin amalda u sizning pensiya maqomingizni tasdiqlaydigan asosiy dalillardan biridir. Unda sizga pensiya tayinlangani, pensiya turi, pensiya miqdori, ayrim hollarda to'lov boshlagan sana va boshqa muhim ma'lumotlar aks etadi. Agar siz keyinroq biror idoraga murojaat qilsangiz, aynan shu ma'lumotnoma ishni tezlashtiradi. Agar xatolik aniqlansa, uni vaqtida tuzatish imkonini beradi. Men bu yerda eng muhim masala ajratib aytaman. Pensioner uchun eng xavfli holat chunki u yillar davomida pensiya olib yuradi, lekin o'z pensiya hujjatlarida nima yozilganini bilmaydi. Masalan, odam 35 yil ishlaganman deb yuradi, lekin pensiya ishida 28 yil staj ko'rsatilgan bo'lishi mumkin. Yoki ayol kishi bolalar parvarishi davri hisobga olingan deb o'ylaydi. Lekin hujjatda u davr to'liq aks etmagan bo'lishi mumkin. Yoki fuqaro zararli mehnat sharoitida ishlagan, lekin tasdiqlovchi ma'lumot yetarli bo'lmagani uchun oddiy tartibda pensiya hisoblangan bo'lishi mumkin. Bunday holatlar kam emas. Men amaliyotda ko'p uchratganman. Odam pensiyasi nega qo'shnisidan kamligini tushunmaydi. Ikkalasi ham bir zavodda ishlagan, ikkalasi ham deyarli bir yoshda, lekin biri 2 million 800 ming so'm olsa, boshqasi 3 million 400 ming so'm oladi. Sababini tekshirganda birida ish staji to'liq kirgan, ikkinchisida esa arxiv ma'lumoti yo'qligi sabab 5 yil hisobga olinmagan bo'ladi. Bu 5 yil ba'zan pensiya miqdoriga sezilarli ta'sir qiladi. Agar fuqaro vaqtida ma'lumotnoma olib pensiya ishidagi ma'lumotlarni solishtirganida, bu masala ancha oldin ko'tarilgan bo'lardi. Yana bir misol. Bir pensioner ayol o'tgan yil maktabda ishlagan. U pensiyaga chiqqandan keyin faqat bank kartasiga pul tushishiga qarab yurgan. Keyin subsidiya olish uchun murojaat qilganda, tizimda uning pensiya turi va miqdori bo'yicha ma'lumot noto'g'ri chiqqan. Natijada subsidiya arizasi ko'rib chiqilishi cho'zilgan. U pensiya jamg'armasi bo'limiga borib, rasmiy ma'lumotnoma oldi. Undagi ma'lumot bilan tizimdagi tafovutni ko'rsatdi. Shundan keyin masala hal bo'ldi. Agar u oldindan bu hujjatni olib qo'yganida, vaqt, asab va yo'l xarajati kamroq ketardi. Yana bir vaziyat. Pensioner bankdan kichik kredit olmoqchi bo'ladi. Bank pensiya tushumlarini ko'radi, lekin ayrim hollarda rasmiy daromadni tasdiqlovchi ma'lumotnoma so'raladi. Bank kartasidagi tushumning o'zi har doim ham yetarli bo'lmasligi mumkin. Chunki bank rasmiy manbadan keladigan ma'lumotni talab qiladi. Shunda pensioner yana idoraga boradi, navbat kutadi, hujjat oladi. Agar ma'lumotnoma oldindan tayyor bo'lsa, murojaat tezroq yuradi.
Men birinchi navbatda yaqinda pensiyaga chiqqan fuqarolarga alohida e'tibor qarataman. Pensiya endi tayinlangan paytda barcha ma'lumotlarni tekshirib olish kerak. Chunki xatolik aynan boshlanishida aniqlansa, uni tuzatish osonroq bo'ladi. Pensiya ishida qaysi yillar stajga kiritilgan, qaysi ish joylari hisobga olingan, ish haqi bo'yicha qaysi davrlar olingan. Familiya va pasport ma'lumotlari to'g'rimi? Bularning hammasi muhim. Ikkinchi toifa uzoq yillar turli joylarda ishlagan pensionerlar. Masalan, odam 10 yil kolxozda, 7 yil zavodda, 5 yil qurilish tashkilotida. Keyin 12 yil maktab yoki poliklinikada ishlagan bo'lishi mumkin. Bunday holatda arxiv hujjatlari, buyruqlar, mehnat daftarchasi yozuvlari, tashkilot nomi o'zgargan davrlar juda katta ahamiyatga ega. Agar biror tashkilot yopilgan bo'lsa, hujjatlar arxivga topshirilgan bo'lishi kerak. Lekin har doim ham arxivdan ma'lumot oson topilmaydi. Shuning uchun pensiya ma'lumotnomasini olib, keyin zarur bo'lsa pensiya ishidagi staj bo'yicha ko'chirmalarni ham so'rash kerak. Uchinchi toifa nogironlik pensiyasi, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi yoki imtiyozli shartlarda pensiya oladiganlar. Bunday pensionerlarda pensiya turi juda muhim. Chunki huquq va imtiyozlar pensiya turiga bog'liq bo'lishi mumkin. Agar hujjatda tur noto'g'ri ko'rsatilsa yoki ma'lumotlar yangilanmagan bo'lsa, keyingi idoralarda tushunmovchilik yuzaga keladi. Masalan, nogironlik guruhi o'zgargan, lekin ma'lumotlar vaqtida yangilanmagan bo'lsa, tibbiy yoki ijtimoiy yordam bo'yicha muammo chiqishi mumkin. 4-toifa. Boshqa hududga ko'chgan pensionerlar. Bir viloyatdan boshqa viloyatga, bir tumandan boshqa tumanga ko'chilganda pensiya ishi va ma'lumotlar bazasi bo'yicha yangilanishlar bo'ladi. Amalda esa ba'zan manzil, pasport, bank yoki telefon raqami bilan bog'liq ma'lumotlar eski holatda qoladi. Natijada pensioner xabarlarini olmaydi, chaqiruvdan bexabar qoladi yoki arizasi noto'g'ri hududga tushadi. Rasmiy ma'lumotnoma olish jarayonida bunday ma'lumotlarni ham tekshirtirib qo'yish mumkin. Men odamlarni vahimaga solmoqchi emasman. Agar siz pensiya miqdorini muntazam tekshirtirib tursangiz, pensiya jamg'armasi bo'limidagi ma'lumotlaringiz to'g'ri bo'lsa, pasportingiz yangilanganidan keyin ma'lumotlar bazaga kiritilgan bo'lsa, stajingiz bo'yicha oldin muammo bo'lmagan bo'lsa, unda katta xavotirga hojat yo'q. Lekin baribir hujjatni olib qo'yish zarar qilmaydi. Chunki muammo faqat bugun chiqmaydi. Ertaga subsidiya, sanatoriy, bank, meros, sud yoki boshqa idorada kerak bo'lishi mumkin. Agar siz faqat pensiya olasiz, hech qayerga murojaat qilmayman, menga hech narsa kerak emas deb o'ylasangiz ham, men baribir bunday yondashuvni to'g'ri deb hisoblamayman. Chunki pensionerning hujjatlari faqat o'zi uchun emas, ba'zan farzandlari, turmush o'rtog'i yoki merosxo'rlari uchun ham kerak bo'lib qoladi. Masalan, pensioner vafotidan keyin ayrim to'lovlar, dafn puli, qarzdorlik yoki ortiqcha to'lov masalalarida rasmiy ma'lumotlar kerak bo'ladi. Hujjatlar tartibli bo'lsa, yaqinlar ham qiynalmaydi. Endi ko'pchilik e'tibor bermaydigan nozik masalalarni tushuntiraman. Birinchi nozik joy. Ma'lumotnomadagi pensiya miqdori bilan kartaga tushayotgan pul bir xil bo'lmasligi mumkin. Buning sababi turlicha bo'ladi. Ba'zan ushlab qolishlar bo'ladi. Ba'zan qayta hisoblashdan keyingi farqlar bo'ladi. Ba'zan bankdagi komissiya yoki qarzdorlik bilan bog'liq holatlar bo'ladi. Shuning uchun faqat kartaga tushgan summaga qarab xulosa chiqarmang. Rasmiy ma'lumotnomada nima yozilganini ko'ring, keyin real tushum bilan solishtiring. Ikkinchi nozik joy staj bilan bog'liq. Mehnat daftarchasida yozuv borligi har doim ham avtomatik ravishda hamma narsa hisobga olindi degani emas. Yozuvda muhr aniq bo'lmasligi, buyruq raqami tushunarsiz bo'lishi. Ishga kirgan yoki bo'shagan sana noto'g'ri yozilishi mumkin. Ba'zi eski tashkilotlarning nomi bir necha marta o'zgargan bo'ladi. Masalan, korxona avval kombinat bo'lgan, keyin aksiyadorlik jamiyatiga aylangan, keyin tugatilgan. Shunday holatda arxiv ma'lumotlari kerak bo'ladi. Agar sizda eski buyruq nusxasi, ish haqi vedomosti, arxiv ma'lumoti yoki boshqa tasdiqlovchi hujjat bo'lsa, ularni yo'qotmang. Uchinchi nozik joy. Ayollar uchun bola parvarishi davrlari. Ko'p ayollar men 4 farzand katta qilganman, hamma stajga kiradi deb o'ylaydi. Lekin qaysi davr, qanday tartibda, qaysi hujjat bilan tasdiqlanishi alohida masala. Tug'ilganlik haqidagi guvohnomalar, mehnat daftarchasi, ish joyidagi buyruqlar va boshqa hujjatlar kerak bo'lishi mumkin. Agar pensiya hisobida bu davrlar noto'g'ri aks etgan bo'lsa, pensiya miqdoriga ta'sir qilishi ehtimoli bor. 4-nozik joy familiya o'zgarishi.
Ayollarda turmushga chiqqandan keyin familiya o'zgaradi. Ba'zida hujjatlarda eski familiya, yangi familiya, hatto imlo farqi uchraydi. Masalan, pasportda Karimova, mehnat daftarchasida Karimova, arxivda esa Karimova M tarzida qisqartma yozilgan bo'lishi mumkin. Bir qarashda arzimas ko'rinadi, lekin idora buni boshqa shaxs deb baholashi ham mumkin. Shuning uchun nikoh guvohnomasi, familiya o'zgarganini tasdiqlovchi hujjatlar va pasport ma'lumotlari tartibli bo'lishi kerak. 5-nozik joy elektron xizmatlar. Hozir ko'p ma'lumotlarni my.gov.uz orqali olish yoki tekshirish mumkin. Lekin hamma pensioner ham telefon, internet, elektron raqamli imzo yoki identifikatsiya jarayonidan bemalol foydalana olmaydi. Bu normal holat. Agar siz elektron xizmatdan foydalana olmasangiz, farzandingiz, ishonchli yaqiningiz yordam bersin yoki davlat xizmatlari markaziga boring. Muhimi, begona odamga pasportingizni, telefoningizga kelgan kodni, bank kartangiz parolini bermang. Rasmiy hujjat olish uchun hech kim sizdan karta parolini so'ramasligi kerak. Endi aniq nima qilish kerakligini aytaman. Birinchi qadam, pasport yoki ID karta, pensiya kartasi, eski pensiya guvohnomasi bo'lsa shu hujjat. Mehnat daftarchasi nusxasi va kerakli hujjatlaringizni bir papkaga yig'ing. Hamma hujjatni olib yurish shart bo'lmasligi mumkin, lekin birinchi tekshiruv uchun yoningizda bo'lsa yaxshi. Ayniqsa pensiya miqdoridan shubhangiz bo'lsa yoki staj bo'yicha savolingiz bo'lsa, mehnat daftarchasi va eski ish joylariga oid hujjatlar kerak bo'ladi. Ikkinchi qadam, yashash joyingizdagi pensiya jamg'armasi bo'limiga yoki davlat xizmatlari markaziga murojaat qiling. Murojaatda pensiya tayinlanganligi va pensiya miqdori to'g'risida rasmiy ma'lumotnoma kerakligini aniq ayting. Agar sizga qaysi ma'lumotnoma kerakligini so'rashsa, pensiya turim, tayinlangan sana va amaldagi pensiya miqdori ko'rsatilgan ma'lumotnoma kerak deb tushuntiring. Agar staj bo'yicha ham shubhangiz bo'lsa, pensiya hisobida qaysi ish davrlari inobatga olinganini ko'rmoqchi ekanligingizni ayting. Uchinchi qadam, hujjatni olgandan keyin uni uyga olib kelib, shunchaki papkaga solib qo'ymang. Birinchi navbatda familiya, ism, otasining ismi, tug'ilgan sana, pasport yoki ID ma'lumotlarini tekshiring. Keyin pensiya turi to'g'ri yozilganmi, miqdor to'g'rimi, sanalar mantiqan to'g'rimi, shularni ko'ring. Agar kartangizga 3 million so'm tushayotgan bo'lsa, ma'lumotnomada esa boshqa summa yozilgan bo'lsa, buning sababini aniqlang. Darhol xodimdan izoh so'rang. 4-qadam, xatolik topsangiz og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. Ariza yozing. Arizada men falonchi pensiya ma'lumotlarimni tekshirishni, pensiya ishimdagi staj va pensiya miqdori bo'yicha tafovutni tushuntirib berishini so'rayman deb yozish mumkin. Arizaga mavjud hujjat nusxalarini ilova qiling. Arizani topshirganingizda ro'yxatdan o'tkazilganligini tasdiqlovchi belgi yoki raqamni oling. Bu juda muhim, chunki keyin murojaatingiz qachon qabul qilingani aniq bo'ladi. 5-qadam. Eski ish joylaringiz bo'yicha hujjatlar yetishmasa, arxivga murojaat qiling. Masalan, siz 1995 yildan 1994 yilgacha tuman qurilish boshqarmasida ishlagan bo'lsangiz, lekin korxona hozir yo'q bo'lsa, tuman yoki viloyat arxivida ish haqi, buyruq, shaxsiy tarkib hujjatlari saqlangan bo'lishi mumkin. Arxivga murojaatda ish joyi nomi, ishlagan yillar, lavozim iloji bo'lsa bo'lim yoki sex nomini aniq yozing. Qancha aniq yozsangiz, ma'lumot topish shuncha osonlashadi. 6-qadam. Hujjatlarning nusxasini saqlang. Ma'lumotnomani faqat bitta nusxada olib, keyin yo'qotib qo'yish to'g'ri emas. Aslini alohida papkada saqlang. Nusxasini kundalik ishlarga ishlating. Telefoningizda rasmga olib qo'yishingiz ham mumkin, lekin rasmiy hujjat o'rnini har doim bosmaydi. Shuning uchun qog'oz nusxa ham bo'lsin. 7-qadam, yolg'on va'dalarga ishonmang. Kimdir men sizning pensiyangizni 2 barobar qilib beraman, faqat pul bering desa, bunday gaplardan ehtiyot bo'ling. Pensiya qonuniy hujjatlar asosida qayta hisoblanadi. Agar qo'shimcha staj, qo'shimcha ish haqi ma'lumoti noto'g'ri kiritilgan davr yoki huquqiy asos bo'lsa, masala ko'rib chiqiladi. Hech qanday asossiz pensiya birdan oshib ketmaydi. Pul so'raydigan vositachilardan ko'ra rasmiy idoraga ariza bilan murojaat qilgan ma'qul. Tasavvur qiling, 38 yoshli Otaxon 40 yil ishlagan. U har oy 2 million 700 ming so'm pensiya oladi. Qo'shnisi esa 34 yil ishlagan bo'lsa ham 3 million 100 ming so'm oladi. Otaxon avval bunga e'tibor bermaydi. Keyin ma'lumotnoma olib pensiya ishi bo'yicha so'raganda
1902 yildan 1907 yilgacha bo'lgan ish davri tasdiqlanmagani ma'lum bo'ladi, orqidan ma'lumot topiladi, arza qilinadi, masala qayta ko'rib chiqiladi. Natija har doim bir xil bo'ladi deb aytmayman. Lekin hujjat bo'lmasa tekshiruvning o'zi ham boshlanmaydi. Yana bir misol, 63 yoshli ona uy-joy subsidiyasi uchun murojaat qiladi. Tizimda uning pensiya miqdori noto'g'ri ko'rinadi yoki yangilanmagan bo'ladi. Ariza qaytarilmaydi, lekin cho'ziladi. U rasmiy ma'lumotnoma olib boradi. Mas'ul xodimlar ma'lumotni solishtiradi, keyin ariza davom ettiriladi. Bu yerda hujjat odamning vaqtini saqlaydi. Pensioni har kuni idora yurishga majbur bo'lmaydi. Yana bir holat, nogironlik pensiyasi oluvchi fuqaroning guruhi o'zgargan, lekin ayrim joylarda eski ma'lumot ishlatilgan. U dori-darmon yoki imtiyozli xizmat bo'yicha murojaat qilganda muammo chiqadi. Rasmiy ma'lumotnoma va tegishli tibbiy hujjatlar bilan bo'lganda qaysi ma'lumot yangilanishi kerakligi aniq bo'ladi. Demak, hujjat faqat pul masalasi emas, u ijtimoiy huquqlar masalasida ham kerak. Yana bir misol, farzandlari chet elda ishlayotgan, pensioner yolg'iz yashaydi. Unga mahallidan yordam kerak bo'ladi. Mahalla yoki ijtimoiy xodimlar daromad holatini ko'rish kerak. Pensioni ma'lumotnomani oldindan tayyorlab qo'ygan bo'lsa, jarayon osonlashadi. Agar hujjat bo'lmasa, u yana tuman markaziga borishi, navbat kutishi, bir necha marta qaytishi mumkin. Yosh katta odam uchun bu juda og'ir. Men alohida ogohlantiraman. Pensiya ma'lumotnomasi olish bahonasida sizdan bank kartasi raqami, SMS kod, karta PIN kodi, mobil ilova paroli so'ralsa, buni darhol to'xtating. Rasmiy idora sizdan shaxs tasdiqlovchi hujjat so'rashi mumkin, lekin karta parolini so'ramaydi. Ayniqsa telefon orqali qo'ng'iroq qilib pensiyangiz oshadi, ma'lumotnomani rasmiylashtiramiz, kodni ayting deyishsa, bu xavfli holat. Bunday paytda hech qanday kod aytmang. Yana bir xato, odamlar hujjatdagi xatoni ko'rib, mayli keyin tuzatarman deb qo'yadi. Keyin esa aynan shu xato katta muammoga aylanadi. Bugun familiyadagi bitta harf noto'g'ri yozilgan bo'lsa, ertaga arxiv ma'lumoti birlashmaydi. Bugun pasport seriyasi eski bo'lsa, ertaga elektron tizimda mos kelmasligi mumkin. Bugun pensiya turi noto'g'ri ko'rinsa, ertaga imtiyoz bo'yicha rad javobi kelishi mumkin. Shuning uchun xatoni ko'rgan zahoti ariza bilan murojaat qiling. Yana bir muhim jihat, pensiya miqdori oshishi haqidagi xabarlarni to'g'ri tushunish kerak. Ba'zan ommaviy axborot vositalarida pensiyalar oshirilgani aytiladi. Lekin har bir pensionerning qo'liga tushadigan aniq summa uning pensiya turi, avvalgi miqdori, ustamalar, ushlab qolishlar va boshqa holatlarga bog'liq bo'ladi. Shuning uchun umumiy xabarni eshitib, mening pensiyam falon summaga oshishi kerak edi deb darhol xulosa qilmang. Rasmiy ma'lumotnomani olib, amaldagi hisob-kitobni so'rang. Men har bir pensionerga shuni maslahat beraman. Pensiya ma'lumotlaringizni o'zingiz nazorat qiling. Bu ishni faqat idora yoki farzandlar biladi deb tashlab qo'ymang. Sizning pensiyangiz, sizning mehnatingiz natijasi, qancha yil ishlaganingiz, qaysi joylarda ishlaganingiz, qaysi hujjatlar bilan tasdiqlanganingiz va sizga qancha to'lanayotgani siz uchun tushunarli bo'lishi kerak. Bugun qiladigan eng to'g'ri ishlaringiz shular. Pensiya tayinlanganligi va miqdori to'g'risidagi ma'lumotnomani oling. Undagi ma'lumotlarni tekshiring. Kartaga tushayotgan summa bilan solishtiring. Staj bo'yicha shubha bo'lsa, yozma ariza bering. Eski ish joylari bo'yicha arxiv hujjatlarini yig'ing. Barcha nusxalarni alohida papkada saqlang. Agar o'zingiz bora olmasangiz, ishonchli yaqinlaringizdan yordam so'rang. Lekin shaxsiy kodlar va bank parollarini hech kimga bermang. Demak, bugungi eng muhim gapim shuki, pensionerlar pensiya tayinlanganligi va pensiya miqdori to'g'risidagi rasmiy ma'lumotnomani zudlik bilan olib qo'ysin. Bu hujjat subsidiya, imtiyoz, bank, davolanish, qayta hisoblash, arxiv tekshiruv va boshqa ko'plab holatlarda kerak bo'lishi mumkin. Eng asosiysi, u sizga o'z pensiyangiz bo'yicha ma'lumotlar to'g'ri yoki noto'g'ri ekanini ko'rish imkonini beradi. Agar sizda shunday holat bo'lgan bo'lsa, pensiyangizda xatolik topgan bo'lsangiz yoki qaysi hujjatni qayerdan olish bo'yicha savolingiz bo'lsa, izohlarda yozib qoldiring. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni boshqa pensioner tanishlaringizga ham yetkazing. Chunki bitta vaqtida olingan hujjat keyin juda katta muammoning oldini olishi mumkin.